Mezaroller bu yuz terisiga mikroignalar yordamida ta'sir etuvchi uskuna hisoblanib, bu yuzimizda mikroteshikchalarni hosil qiladi. Shu sababdan terimiz stressga tushadi va o'zini tezroq tiklash rejimiga o'tadi. Natijada esa kollagen, elastin va fibroblastlar faol ishlab chiqarila boshlaydi. Buni Koreya kosmetologlari teriga yangi hayot bag'ishlash deb nomlashadi. Aysel brendining aynan shu MTS apparati boshqa mezarollerlardan juda ham katta farq qiladi. Bu yuzimizda faqatgina mikroteshikchalar hosil qilmaydi, qizlar. Bu aynan serumlarda yuzimizga chuqur singishiga juda ham katta yordam beradi. Havo bosimi bilan meza ampulalarni yuzimizga 3-5 barobar chuqurroq singishiga yordam beradi. Aynan bu mezaroller bilan birga siz Genesel brendidan shunday ampulalardan foydalanishingiz mumkin yoki Cell by Cell brendining o'zining shunaqa LumiFX ampulalari mavjud. Bularda hammasining effektlari juda ham kuchli. Masalan, Genesel brendining aynan Yellow ampulasi yuzdagi dog'larni yo'qotishga yordam beradi. Agar siz bu ampulalarni o'zini yuzingizga sursangiz, natija bu bilan surgandan anchagina past bo'ladi. Agar siz bu apparat yordamida buni dermaga yetkaza olsangiz, natijalar 5-10 barobarga kuchayadi. Green ampula esa yuzimizdagi chandiqlarga, poralarga, yallig'lanishlarga juda ham katta hissasini qo'shadi. Siz bu MTS apparati yordamida LumiFX apparatini birgalikda foydalansangiz, yuzingizdagi har qanday rubetslarni bemalol ketkaza olasiz. Agar sizni ham yuzingizdagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Men Nilufar Anvarova, Koreyada aynan meditsinskaya kosmetologiya yo'nalishida tahsil olaman. Andijon va Toshkentda magazinlarimiz mavjud. Borib eng zo'r analizator apparati yuzingizni tekshirib, yuzingizga mos yuz parvarish vositalarini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Magazinlarimizga borganingizda yana shu mahsulotlarni ishlatish usullari sizga o'rgatiladi.